Har bir jamiyatda qonun ustuvorligi va adolat tamoyillari insonlarning to'g'ri yo'ldan borishida muhim omil sanaladi. Jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan jazo esa ularni jamiyatga foydali inson sifatida qayta tarbiyalashga xizmat qiladi albatta. Ammo ba'zida berilgan imkoniyatdan foydalanmay, xato ustiga xato qiladigan kishilar ham uchrab turadi. Shu kabi holatlardan biri Surxondaryo viloyatida kuzatildi. Jazo insonga xatolarni anglash va uni to'g'rilash uchun beriladi. Ammo 2019-yilda bezorilik jinoyatini sodir etganligi uchun 1 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosiga hukm qilingan 28 yoshli fuqaro buni tushunib yetmagan ko'rinadi. Sababi u yana jinoyatga qo'l urdi. Gap shundaki, u 2 nafar sherigi bilan til biriktirib, Uzun tumanida yashovchi fuqaroning uyidagi molxonaning orqa tomonida bog'lanib turgan bozordagi qiymati 5 million so'm bo'lgan bir bosh buzoqni yashirin ravishda o'g'irlab ketgan. Ushbu sodir etilgan o'g'irlik jinoyati uchun unga 3 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Biroq bu safar ham mahkum o'z xatolaridan saboq olmadi. Probatsiya xizmati tomonidan unga jazoni o'tash tartib-qoidalari haqida bir necha bor tushuntirish ishlari olib borilgan. Shunga qaramay, u ozodlikni cheklash jazosini o'tash tartibini bir necha marotaba buzgan. Shu sababli unga ogohlantirish tarzidagi intizomiy jazo qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Uzun tuman sudida o'tkazilgan ochiq sud sayyor majlisda mahkumning o'talmay qolgan ozodlikni cheklash jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish to'g'risidagi taqdimnoma ko'rib chiqildi. Ya'ni mahkum o'talmagan 2 yil 11 oy 4 kun ozodlikni cheklash jazosi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Sud zalida darhol qamoqqa olinsin va Denov tuman IBVSK orqali Termiz shahar 9-son tergov hibsxonasiga joylashtirilsin. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev. Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.